bo'ldi, bo'larish bo'ldi. Men seni tushunib turibman, juda ham tushkun holatdasan. Tushunmayapsan nima bo'lib ketganini hayotingda. Seni qiynayotgan asosiy narsa sog'inch, o'y-xayol, tushunmayapsan, undan xafasan, jahling chiqyapti. Ana mana shu hissiyotlar seni ezib tashlayapti. Ana o'shaning hisobiga miya bloklanib qolgan. Chunki emotsional lomka bo'lyapti. Birinchi gapimni gapiradigan bo'lsam, senda hali fizik joyiga kelmagan. Hozir ikkalasi ham emotsional lomka ketyapti senda. Juda kuchli kachayga ketyapti. Ikkinchidan hali 100% tuzalmagan biologik kerak. Bu ma'lum ko'rinib turibdi. Abstinent sindrom ketyapti. Hali 100% yo'qolgan joyga tushmagan. Hali 100% o'tira olmayapsan, odamga o'xshab harakat qila olmayapsan. Chuqur nafas ola olmayapsan, ko'zlaring xiralashib ketgan. Ana o'shani hisobiga senda juda ham qo'rquv kuchli. O'shani hisobiga juda ham kuchli og'riqni sezyapsan. Lekin birodar, men ishonch bilan ayta olaman, inshaalloh o'tib olasan bu etapdan. Senda o'sha eng muhim jarayon boshlandi.